hayotda qanday qilib teleportatsiyani ishlatish mumkin? Teleport hozircha faqat kvant zarrachalari, yorug'likning foton zarrachalari bilan amalga oshirilgan. Xuddi biz atomlardan tashkil topganimiz kabi, yorug'lik fotonlardan tashkil topgan va atrofimizdagi mavjud yorug'likning har bir zarrachasi har xil va ularning mana shu xilma-xilligi, har xilligi ularning kvant holati deb ataladi. Lekin tabiatda shunaqa fotonlar borki, ular o'zaro bog'liq bo'ladi. Agarda bittasining kvant holati o'zgarsa, ikkinchisining holati ham ma'lum bir tarzda o'zgarib qoladi va ularning o'zini mana shunaqa tutishi, bir-biriga qarab o'zgarishi kvant chalkashlik deb ataladi. Misol uchun, ikkita o'zaro kvant chalkashlikka ega A va B kartani tasavvur qiling. Agarda A karta tuz krest bo'lsa, B karta albatta qirol g'isht bo'lishi kerak. Agarda A karta 2 yurak bo'lsa, B karta 10 krest bo'lishi kerak. Ya'ni A kartani aniq bir holati B kartani aniq bir boshqa holatga olib keladi albatta. Va mana shu holat kvant chalkashlik deb ataladi. Chalkashgan A va B kvant zarralaridan A zarrachani 3-C zarrachasi bilan birgalikda ularning holatini o'lchashni boshlasangiz, B zarrachasi C ga aylanib qoladi. Ya'ni ma'lumotni tashib olgan bo'ladi va u ushbu vazifani katta masofalar aro bajara olgani uchun biz buni kvant teleportatsiyasi deb atay olamiz.